Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxonada O'zbekiston texnologik metallar kombinati ilmiy ma'lumotlar markazi faoliyat boshladi. Infalib O'zbekiston 2025-14-kutubxona haftaligi doirasida tashkil etilgan ushbu markaz faoliyatining ochilish marosimidan muxbirimiz xabar qiladi. Kritik minerallar bu texnologik taraqqiyotning noyob resursi. Smartfonlardan tortib qayta tiklanadigan energiya tizimlarigacha, elektr transportidan kosmik texnologiyalargacha bo'lgan sohalarni harakatga keltirayotgan quvvat. Ushbu sohani o'rganish, tadqiq etish, uni yangi bilim va tajribalar bilan boyitish uchun albatta ilmiy manba va ma'lumotlar bazasi zarur. O'zbekiston texnologik metallar kombinati tashabbusi bilan Milliy kutubxona fondida bu borada yagona platforma tashkil etildi. Mamlakatimiz va jahon konchilik sanoati, texnologik metallar va kritik minerallar sohasiga oid ilmiy nazariy resurslar hamda adabiyotlarni jamlagan ma'lumotlar markazi faoliyat boshladi. Infolib O'zbekiston 2025 kutubxona haftaligi doirasida mazkur markaz faoliyatiga rasmiy start berildi. Metallurgiya sohasida geologiya, geofizika, bundan tashqari materialshunoslik yo'nalishidagi ma'lumotlar jamlangan ushbu markazda. Bu foydalanuvchilar uchun birinchidan bu ma'lumotlar, ikkinchidan bizning sohamizga, ya'ni metallurgiyaga, materialshunoslikka, geologiya sohasiga, kritik metallar sohasiga qiziqish uyg'otish uchun tashkil qilganmiz. Texnologik metallar kombinatini hozir 70 dan ortiq loyihalari bor. Buning uchun bizga yetuk kadrlar kerak. Endi kadrlarni masalan ta'minlash uchun biz yosh olimlarimiz, talabalar orasida biz qiziqish uyg'otish maqsadida shunaqa ilmiy ma'lumotlar markazini ochdik. Tadbir doirasida shuningdek kritik minerallar sohasiga ixtisoslashgan birinchi innovatsion kutubxona loyihasi taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida tomonlar 28 mingdan ziyod noyob ilmiy adabiyotlar va 250 millionlik raqamli bilimlarni jamlaydigan kutubxona loyihasining hamkorligidagi jihatlarini muhokama qilishdi. Bu markazga juda ham ko'p talab bor edi. Milliy kutubxonada turli xil ishlanmalar, ilmiy ishlar, o'quv adabiyotlari, bosma adabiyotlar bor edi, lekin o'sha texnologik metallarga oid, kritik metallarni oid resurslar, uni qo'llab-quvvatlaydigan manba yo'q edi. Bu markaz orqali texnologik metallar kombinati o'zlarining o'quv adabiyotlarini foydalanuvchilarga taqdim etishimizga sharoit, zamin yaratib berdi. O'zbekiston texnologik metallar kombinati ilmiy ma'lumotlar markazi va innovatsion kutubxona loyihasi bu sanoat va ilm-fan birlashgan maydon. Kelajakni yaratadigan ixtirolar aynan shu yerda kashf etiladi.